Abraham Moshe'nin yangi videosunu ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rmadim, ko'rmayman ham. Yaqinda Abraham Moshe'ni Qo'shtirnoq ichidagi onasi qamaldi. Xabaringlar bormi? Abraham Moshe'ning videosini Qo'shtirnoq ichidagi uni onasi tarqatardi. Abraham Moshe'ning onasini taniysizlarmi? Biz Abraham Moshe'ni ham tanimaydi ko'pchilik. Abraham Moshe'ning onasi Jasmin. Turkiyada qamab qo'yishdi Jasminni. Men nima degandim? Zulm bir insonning umri qadar yashamaydi. Abraham Moshe bir video chiqarsa, orqasidan uni onasi Qo'shtirnoq ichidagi Jasmin tarqatardi. Abraham Moshe bilan gaplashadigan kunimiz yuzma-yuzga qolgan. Bo'ldi. İnternette bir tarafta Abror Muxtor Ali maydonda turibdi, kimligi ma'lum, adresi ma'lum, ota-onasi ma'lum turibdi. Ikkinchi tomonda yuzi bijir-bijir qilingan bitta profil turibdi. Qanaqa u bilan dalillashasiz? Qaysi mezonga tushadi, qaysi qonunchilikka tushadi? Meni bilishimcha islom shariati qonunchiligiga tushmaydi. Qarshi taraf hozir qilinish kerak, ushlab olib kelinish kerak. Yuzma-yuz o'tirish kerak, uni kimligi, buni kimligi so'rab surishtirilish kerak. Keyin dalillashiladi. Qarshi tarafdagi odam yo'q, sun'iy intellekt hozirgi kunda Sanjar GPT misol uchun u bilan nimani bahs qilasiz? Yo'q, bahs qilib bo'lmaydi. Bahs yuzma-yuz bo'ladi. Jang ringda bo'ladi. Bir-biriga otishib, Taylandga borib olib, undoq qildirodirman, sindirib tashodirman deydi-yu odamlar. Bu yoqdagilar indamaydi. Nimaga? Bu yoqdagilar ringda hal qiladi. Erkak yuzma-yuz hal qiladi. To'g'rimi? U profilni orqasiga berkib olib, ana dalil, mana dalil desa, ahmoq unga ishonadi. Unga ishongan ahmoq bo'ladi. Meni ham ismim Sanjar debdi, Deep Bal degan. Yo, Sanjarlar o'zi zo'r insonlar. Sanjarlar ya'ni ko'p do'stlarim bor, akalarim, ustozlarim bor. Sanjar ismli. Sanjarlar zo'r. Lekin Sanjar GPT yo'q. U bitta. Unaqasi yo'q. Bebaho odamlar, bahosi yo'q ularning. Nol baho. Shunaqa odamlar. Xo'p. Saturn bilan urushasizmi domla deydi. Men itmanmi? To'g'ri kelgan odam bilan urushaveradigan. Men gaplashaman Luboy bilan. Gapdan keyin agar bir narsa bo'lsa, keyin bir gaplashsangiz bo'ladi. Saturn kim u? Saturn. Quyosh planetasidagi Saturnni aytayotgan bo'lsangiz, u bilan nimaga urushamanmi? Planeta joyida tursin. Ajoyib odamlar borda. Hop. Bitcoin to'g'risida bir kishi Abdurahmon degan kishi ko'p gaplarni gapirib yurgan ekan. Menga bir ikki marta tashashganda e'tibor bermagandim. Dubayga safarimizda yo'l-yo'lakay ko'rishib qoldik. Abdurahmon bilan va jonlini yoqmadim endi. Yaxshi madaniyat bilan kelib so'rashdi, o'zini tutib olgan, unaqangi shildir-shaldir gap yo'q. O'tirib gaplashdik. 3-4 ta savol berdim. Bitcoin halol, Bitcoin anaqa, Bitcoin manaqa deyotgan odamlarni deyarli hammasi Bitcoin sistemasini biladi, bilsa. Uni shar'iy hukmini bilmaydi, shariatni bilmaydi. U yoq bu yoqdan qaysidir domlaga o'xshagan domla deb o'zini nomlab olgan odamni gapini ko'tarib olib, mana fatvo bor deb yuribdi xolos.
Buni isbotlab berdim, Abdurahmonga ham aytib berdim. Dubayda ko'rishamiz dedikda, men vaqtim bo'lmadi. Meni bir ikki marta mehmonga chaqirdi, yaxshi bola ekan. Lekin internetda yuzma-yuz ko'rishmasdan orqadan turib olib ming'ir-sing'ir qiladigan odamlarni ko'pida yuzma-yuz ko'rishganingizda o'sha duh yo'qolib qoladi. Chunki yuzma-yuz ko'rishganda, ko'zma-ko'z ko'rishib turganingizda dalillar gapiradi. Dalillar. Unda haypajorlik ketmaydi. Internetdan tashqarida, tabiiy real hayotda dalil bilan gaplash kerak.